Demo shotda trade qilish va real shotda trade qilish o'rtasidagi farq. Nima uchun siz demo shotda doimo daromad qilasiz, lekin real shotga o'tgan paytda doim pulingizni yo'qotib qo'yasiz. Bu videoda siz bilan aynan mana shu mavzu haqida gaplashamiz va aniq faktlar bilan hammasini tushuntirib keltirib beraman. Ko'pchilik treyderlar xato qiladi. Demo shotda qanaqa daromad qilsam, real shotda ham shunaqa daromad qilaman deb o'ylaydi. Demoda hech qanaqa emotsiya yo'q, lekin real shotga kelganda esa panikaga tushib qoladi. Ya'ni qo'rquvga tushib, nima qilishni bilmay qoladi. Hattoki ozgina minusga kirsa bo'ldi, eplay olmayapman, qila olmayapman, chunki bu narsani men ko'rganman. Ko'pchilik yangi boshlovchi treyderlarda aynan mana shu xato bo'ladi. Bu xatoni yechimi juda ham oson. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga demo shot bilan real shotda qanaqa o'zaro farqi bor va real shotda nima qilish kerak va nima qilmaslik kerakligini to'liq o't-ido tushuntirib beraman. Men ismim Umar Yahyoyev. 8 yildan beri trading sohasidaman. Mana oxirgi 3-4 yildan buyon 4,5 mingdan oshiq insonlarga trading sohasida daromad olishlari uchun kerakli bo'lgan bilimlarni berib kelyapman. Va mana shu jarayonlarda men o'zim har bir yangi shogirdlar bilan statistika o'tkazib chiqaman. Mana shu statistika asosida juda ham ko'pchilik, deyarli 95% insonda demo shotda hamma narsa zo'r o'xshaydi, lekin realga o'tgan paytda strategiyalarni boshqara olmay qolishadi. Buni birgina sababi bor. Bu narsani hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Siz trading kursiga bordingiz, tradingda platformalarni o'rgandingiz, MetaTrader, TradingView, savdoga kirish tochkalari, buy, sell, stop loss, take profit, order ochish, order yopish, hamma narsani o'rgandingiz, savdoga kirish tochkalari, supply demand, support resistance o'rgandingiz, SNR o'rgandingiz, turli xil strategiyalarni o'rgandingiz, trend degan narsani o'rgandingiz. Hamma narsa zo'r, hamma narsa chotki, demoda ideal ishlayapti. Demoda minglab dollar topib tashlayapsiz, lekin real shotda attiga 100 dollar tashiysiz, 100 dollar tashlab ishlashni boshlaysiz, lekin bo'ldi, emotsiyangiz bitta joyda to'xtab qoladi. Ya'ni men nima qilishni bilmayapman yoki menga yozadi, real shotga o'tdim, o'xshamayapti. Ustoz nima qilay? Ozgina minus qilib qo'ydim, ustoz nima qilay? Xo'p do'stim, men savol beraman. Mana shu savdoingizni ochishdan oldin kursda o'rgatilgan bilimlar va ilmlar bo'yicha avvalambor shu savdoni ochsam to'g'ri bo'ladimi yoki yo'qmi? Agar shu savdo o'xshamasa, depozitimdan qancha miqdorni yo'qotaman degan savolni berdingizmi? degan savolni men oldiga qo'yaman. Juda ham ko'pchilik insonlar avval savdoni ochishadi, keyin o'ylashadi. Deyarli hammada bir xil xato. Boshidan teskari kelish, ya'ni boshida broker shot ochishadi, keyin real trade qilib ko'rishadi, keyin o'xshamagandan keyin bilim olishadi. Mana shu xatoni deb juda ham ko'p insonlar, ya'ni trading sohasiga kirgan insonlarda o'sha 90-90-90 degan qoida bor. 90 kun ichida 90% traderlar 90% balansini yo'qotishadi. Chunki ular teskaridan kelishadi. Avval bilim, keyin brokerskiy shot, keyin real shot emas. Avval brokerskiy shot tanlashadi, keyin shot ochib trade qilib ko'rishadi. O'sha real shotni o'rganishga harakat qilishadi va oxirida majbur nima qiladi? Real shotni bilimini, ilmini olishga harakat qilishadi. Sizda ham mana shu xato bo'lmasligi uchun avvalambor ketma-ketligi to'g'ri qo'yib olishingiz kerak. Demo bilan realni ajratib olishingiz kerak. Demodagi natija bu natija emas, uni umuman natija deb qabul qilmang. Menga ijtimoiy tarmoqlardan yozishadi. Umar aka, qarang, men natija qildim. Xo'p, demo shotdami, real shotdami? Demo shotda. Demoni natijani natija deb qabul qilmang. Yoki ustoz, men qarang 1 minutlikda ishlayapman. Xo'p, 1 minutlik time frame ni unuting. U narsa umuman trading emas. Ustoz, qarang, men razgon qilyapman yoki menga 200 dollar yoki 100 dollar shot bering, men sizga 2000, 3000 qilib beraman. Menga umuman qiziq emas bunaqa insonlar. Men razgonchilarni professional deb qabul qilmayman. Yoki men shunchaki 1 minutlikda ishlaydiganlarni yoki demoni ham men natija sifatida qabul qilmayman. Shuning uchun demoni natija sifatida qabul qilmang. Faqatgina real shotlar. Men maslahat beraman. Siz trading sohasi, men o'zimni o'quvchilarimga ham maksimal darajada o'sha yangi o'quvchilar hammasiga sentry formatda ham depozitlar qilib beraman. Offlaynda ham, onlaynda ham. Xuddi shunaqa siz kurs jarayonini o'zida, kursdan keyin emas, kurs jarayonini o'zida real shotni ta'minini his qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, o'zingizni kuratorlaringizdan mana shu realda bo'layotgan jarayonlarda plus minuslarini ko'rishingiz kerak. Nimani his qilyapsiz? Har birini kundalik tutib yozishingiz kerak. Nima uchun savdoga kirishingizni savdoga kirishdan oldin bilishingiz kerak. Demo bu natija emas. Demo shotda emotsiya yo'q. Demoni unuting. Demo shunchaki order ochishingiz, order yopishni o'rganish uchun kerak, xolos. Order ochish, yopishni bildingizmi? Hammasi yaxshimi? Kursda o'zi ba'zan ma'nosini tushunish boshladingizmi? Bo'ldi. Sirazi kichikroq bo'lsa-da sentry shot oching, ishlashni boshlang. Mana shunda real bozorga ko'nikasiz. Real bozorga qanchalik erta kiradigan bo'lsangiz, qanchalik tezroq harakat qiladigan bo'lsangiz, shuncha yaxshi. Yana bitta o'quvchilarni ko'p qiladigan xatolardan biri hissiyot. Men buni offlaynda ham, onlaynda ham ko'rdim. To'g'risini aytaman, ularni ko'rganimdan keyin ular menga xuddi ko'zguday oynaday bo'ldi. Men ham birinchi tradingga kirganda shunaqa bo'lgan ekanman. Bu qanaqa holat? Misol uchun daromad qilyapti, chunki bu bo'lgan holat o'quvchilarim bilan ham bo'ldi, onlaynda ham, offlaynda ham. Daromadga kiryapman. Hamma narsani chotga o'rgatganman. Real shot qanaqa, даже minusli shotda kelib turib daromadga chiqyapti-da. Daromadga chiqib turibdi. Oddiy 5000 dollar shotini 9000, 10000 dollar qilib turibdi.
Qarang, shotingiz, men lotingizdan ochgan lotingizdan bilib turibman. Shotingiz hozir 5000 6000 dollar daromadda turibdi. Yoping deyapman. Daromadi yuqori bo'lgan paytda o'quvchi nima qilyapti? Men bo'ldi, men zo'raman, hammasini yorib yuboraman, mendan zo'r yo'q, hamma narsa cho'tka ishlayapti, bo'ldi, menga yechim kerak emas. Va natijada nima qilyapti? O'sha tayyor turgan daromadni yechmayapti-da, keyin minusga qarab kiryapti. Shot обратно o'sha yechmasdan o'sha joyi o'zida ochiq savdo minusga kiryapti-da, minusga kirgandan keyin bo'ldi, ketdi, miyada hamma bilim ketdi. Keyin yozishni boshlaydi. Ustoz, nima qilay? Nima maslahat berasiz? Oltin endi qayerga ketadi? Bozor qayerga ketadi? Xo'p, boya daromadga kirib turganda sizda aql ko'p edi. Sizda strategiya bo'yicha yoki o'zingizga ishonch bo'lmaydi. Nima uchun minusga kirgan paytda ishonchingizni yo'qotib qo'yasiz? Bu yerda asosiy muammo bo'ladigan narsa ana shu insonning xarakteri va hissiyotlar. Qachonki o'zingizni xarakteringizni to'g'ri tradingga moslashtirasiz, qachonki o'zingizni hissiyotlaringizni to'g'ri boshqarasiz, ana shunda daromad qilasiz. Trading bu hissiyotlar jamlanmasi emas, trading bu tizim. Qayerda kirishingiz, qayerda chiqishingiz bu sizning hissiyotingiz bilan emas, tizim bilan aniqlanadi. Hayotda ham xuddi shunaqa. Sizning hissiyotingiz muhim emas. Miyangizda juda ham ko'p minglab fikrlar keladi har kuni, lekin bu degani sizning real hayotingiz degani emas. Bu narsani aniq fakt sifatida o'zingiz uchun ham qabul qilish uchun bitta o'tirib o'ylab ko'ring. Har kuni sizda fikrlar keladi. Qilayotgan ishim o'xshamasachi yoki bajarayotgan narsam o'xshamasachi, tradingga kirsam daromad qila olmasamchi, tradingga kirsam o'rgana olmasamchi. Umuman olganda tasavvur qiling, miyangizda ikkilanish olib tashlaysiz. Ya'ni miyangizda umuman his hayajonni olib tashlaydigan bo'lsa, siz o'zingizdan shubhalanmaydigan bo'lsangiz, qanaqa harakat qilishingiz mumkin? Qanaqa natijalarga erishishingiz mumkin? Real shotlarda ham xuddi shunaqa. Hech qachon o'zingizdan shubhalanmang, hech qachon emotsiyaga berilmang. Yoki o'zingizga doim ish joyingizga bitta yozib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, men hech qanaqa his hayajonsiz harakat qilaman. Doim o'zingizni miyangizdagi keraksiz fikrlarni olib tashlang. Mana shundagina siz real shotlarda daromad qilishingiz, nafaqat trading sohasi, balki boshqa sohalarda ham muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin bo'ladi. Bizni cheklab turadigan eng katta 90-95% cheklov bu bizning miyamizda hisoblanadi. Mana shu cheklovni olib tashlasangizgina real shotlarda daromad qilasiz. Demo bilan realni farqi ham shunda. Demoda hech qanaqa emotsiya bo'lmaganligi uchun o'sha insonlar daromad qiladi. Real shotga o'tgandan keyin qila olsamchi, qila olmasamchi, o'xshata olsamchi, o'xshata olmasamchi, minus qilib qo'ysamchi degan fikrlar ularni bloklashni boshlaydi. Shuning uchun ham minusga kirganda, qo'pol qilib aytganda tupoy bo'lib qoladi, hech narsani bilmaydigan bo'lib qoladi. Plyusga kirganda mendan zo'ri yo'q degan fikr keladi. Aynan shu narsa uchun tradingda, real shotda maksimal darajada emotsiyani o'chiring, tizim bilan ishlang. Buning uchun bo'lsa, siz ishlaydigan Wall Street strategiyasini, Wall Street tizimini chuqur zo'r o'rganishingiz kerak. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, hozir pastda podpisatsiya tugmasi bor. Mana shu podpisatsiya tugmasini bosib, bu videoni trading sohasini o'rganmoqchi bo'lgan yoki real shotda daromadga chiqa olmayotgan do'stlaringiz, tanishlaringiz yoki guruhdoshlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularga bu videoni ham yuborib qo'ying. Ular uchun ham foydali, manfaatli bo'lsin. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, bundan tashqari bu YouTube kanalimda yana video darslar bor. Qolganlarini ham bemalol o'tirib ko'rib chiqishingiz mumkin.